Burun yuvish jarayonida nimaga kuku deyish kerak? Shuni sababini hozir bilamiz. Burun yondosh bo'shliqlari kasalliklari bilan bemorlar murojaat qilgan paytda biz burunni Proits usuli bilan yuvamiz. Shunda kuku degan so'zni aytib turishni taklif qilamiz. Buni sababi mana qaranglar. Mana inson og'iz bo'shligini ochganda mana yumshoq tanglay bor. Mana kichkina tilcha, mana ravola, mana shu yumshoq tanglay deyiladi. Mana bu halqummi og'iz qismi. Endi yuqorida mana yon tomondan ko'ringanda mana qaranglar. Mana bu kichkina tilcha. Bu qattiq tanglay, suyayli. Bu yumshoq tanglay. Kuku degan paytda, shu so'zni aytgan paytda mana tilcha, yumshoq tanglay yuqoriga ko'tarilib, burun halqum bilan og'iz halqumni yopadi. Yopgan paytda mana burunning ichida ma'lum bir bosim paydo bo'ladi. Ana shu bosim bilan bu yoqdan burundan dorini quyib turib yuvganimizda ana shu yerdagi yopishayotgan, ajralish qiyin bo'lgan ajralmalarni yuvib chiqishga va bu bo'shliqlarning orasidagi yiringlarni yuvishda bu qulay usul bo'ladi. Shuning uchun bemorlarga biz kuku degan so'zni aytib turishni tavsiya qilamiz.